Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan demak gipersezuvchanlikni turlarini gaplashayotgan edik. Avvalgi video darslarimizda birinchi hamda ikkinchi tip gipersezuvchanlikni gaplashdik. Bugungi video darsimizda esa demak uchinchi tip gipersezuvchanlik haqida gaplashamiz. Xo'p, demak boshlaymiz. Uchinchi tip gipersezuvchanlik reaksiyasi. Buni ikkinchi nomi immun kompleksga bog'liq bo'lgan gipersezuvchanlik ham deb atasak bo'ladi. O'zi immun kompleks nima bu? Antigen hamda antitanani qo'shilmasi. Demak, antigenimiz mana bu. Demak, qizil rangdagi antigen, ya'ni yot gen bizga. Bizga yot gen. Va mana bu esa antitana yoki immunoglobulin. Masalan, immunoglobulin G deylik. Va bu ikkalasi qo'shilishi natijasida, demak, mana bunday qo'shilishi natijasida hosil bo'lgan ushbu tuzilmaga, mana bu tuzilmani o'zi demak kompleks, immun kompleks deb ataladi. Mana shunga bog'liq bo'lgan keyinchalik immun jarayonlar bosqichma-bosqich kelib chiqadi. Mana shu ya'ni yallig'lanish, shikastlanish jarayonlari kelib chiqadi. Bu jarayonga uchinchi tip gipersezuvchanlik deyiladi. Ikkinchi tipda nima edi? Unda faqatgina antitanaga bog'liq bo'lgan. Ya'ni mana bu ko'k rangli antitanani chizdik, o'shani o'ziga bog'liq bo'lgan hisoblanadi. Bunda kompleksga bog'liq bo'lgan. Xo'p, endi uni patofiziologiyasini ko'rib chiqamiz. Birinchi bosqich demak immun komplekslarning hosil bo'lishi. Ya'ni dastlab immun kompleks qanday hosil bo'lishini ko'rib chiqamiz. Keyin u keltirib chiqaradigan boshqa jarayonlarni gaplashamiz. Demak, tanada antigen hamda unga qarshi ishlab chiqariladigan antitanalar o'zaro birikib immun komplekslarni hosil qiladi. Endi ushbu antigen endogen bo'lishi mumkin, eksogen bo'lishi mumkin. Eksogen bu tashqi muhitdan tushgan, masalan, bakteriya yoki va hokazo boshqa viruslar, boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Endogen nima degani? Endogenda masalan hujayramizni o'zini antigenlar, masalan DNK yoki gistonli oqsillar hisoblanishi mumkin. Masalan, sistemali qizil valchanka kasalligida aynan o'sha endogen antigenlar natijasida kelib chiqadi. Antitanalar esa immunoglobulin G yoki M lar misol bo'lishi mumkin. Va ikkalasi qo'shilib immun kompleksni hosil qiladi. Bu komplekslar kichkina bo'ladi, juda hajmi va eruvchan bo'lib, qonda ya'ni oqib yuradi, gidrofil degani, va qon orqali erkin harakat qiladi. Butun tanada aylanib yuradi. Demak, mana bu joyda ko'rishimiz mumkin. Xo'p, antitana yoki immunoglobulinlar qanday hosil bo'ladi? Dastlab mana T helper o'zi tashqaridan demak mikrob tushdi. Ya'ni bakteriya deylik, tushdi. Tushgandan keyin uni mana bu joyda makrofaglar yutib, uni antigenini T helperga tanitadi. T helper esa uni tanigandan keyin bizda mana bu joyda B hujayra bor. Hali yetilmagan B hujayraga tanitadi. Mana tanityapti. MHC class 2siga tanityapti. Bundan tashqari qo'shimcha CD4 ligand orqali CD40 ligand orqali CD40 oqsillariga tanitadi. Qo'shimcha retseptorlar orqali tanitadi. Umuman olganda B hujayraga tanitib, B hujayra keyinchalik yetilib, differensiallanib plazma hujayrasiga aylanadi. Bu plazma hujayrasi aynan o'sha antigenga mos ravishda immunoglobulin G ni ishlab chiqaradi. Va bu immunoglobulin G bilan mana bu bakteriyani antigeni bor, o'sha birikib immun kompleksni hosil qiladi. Mana shunday qilib kelib chiqadi immun komplekslar. Xo'p, endi bizda ikkinchi bosqich immun komplekslarning to'qimalariga cho'kishi yoki depozitlanishi deyiladi ikkinchi bosqichimiz. Demak, bunda o'zi qonda mana oqib yuribdi immun kompleks. Qonda makrofaglar ham bor. Nega fagositoz qilib yubormayapti deydigan bo'lsak, o'zi odatda o'sha bakteriya antigeni yoki bakteriyaning o'zi bilan ko'pincha immunoglobulinlar birikadi. Ularning immunogenligi yuqori bo'ladi. Va bu immunogenligi yuqori bo'lgan o'sha komplekslarni makrofaglar, neytrofillar fagositoz qilib yuboradi. Lekin ushbu komplekslarning immunogenligi kam bo'lganligi uchun fagositoz qilinmaydi. Natijada u qayergadir borib o'zi tiqilib qoladi. Ya'ni asosan filtrlanuvchi a'zolarga borib cho'kadi. O'sha membranasida tiqilib qoladi va natijada o'sha joyda yallig'lanish keltirib chiqaradi. Xo'p. Demak, bu qaysi a'zolar bo'lishi mumkin? Buyrakning glomerulasi, teri, bo'g'imlar,
qon tomirlarini o'zida tiqilishi mumkin yoki o'pkaga borib tiqilishi mumkin alveolalarida. Endi qaysi a'zoga tiqilishiga qarab o'sha joyni yallig'lantiradi. Tomirni o'ziga turib qolsa, masalan, tomir devori mana bu yerda endoteliylar bor. Bu joyga o'sha immun kompleks turib qoladigan bo'lsa, demak mana bu immun kompleks turib qoladigan bo'lsa, keyinchalik bunga boshqa immun jarayonlar bor, hozir ko'ramiz. O'sha natijasida buni qon tomirini o'zini yallig'lantiradi, devorini. Xo'p, mana bu joyda ikkinchi tip gipersezuvchanlik. Bu joyda bilib ketishimiz kerak 3 bilan 2 ni farqini. Masalan, 2 da gaplashgandik biz o'sha autoimmun gemolitik anemiyalarda eritrotitni demak devoriga antigen birikib turgandi. Keyinchalik unga immunoglobulin kelib birikib, keyin immun javobni, ya'ni kompleks oqsillarni rivojlantirib, mana bu eritrositni o'ldirayotgandi. Lekin bunda qaranglar, e'tibor beramiz. Kelib birikayotgan tuzilma immunoglobulinni o'zi, immun kompleks emas. Mana not immun kompleks deyilgan. Immun kompleks kelib birikmayapti. Faqatgina mana bu ko'k tuzilma, ya'ni immunoglobulinni o'zi kelib birikyapti. Shuning uchun bu ikkinchi tip gipersezuvchanlik hisoblanadi. Antitelaga bog'liq bo'lgan yoki antibody deymiz, antitana deymiz. Umuman olganda mana shu narsaga bog'liq bo'lyapti ikkinchi tipda. Uchinchi tipda esa mana bu birikma suzib yuradida, borib birikadi. Mana bu birikmani o'zi eruvchan demak kompleks. Mana shu birikkani uchun bu alohida uchinchi tip gipersezuvchanlik reaksiyasi deyiladi. Farqi shu, keyingi jarayonlari o'xshash. Ya'ni mana uchinchi tipi komplement tizimining faollashuvi. Ya'ni komplekslar cho'kkan joyda klassik yo'l orqali komplement tizim faollashadi. Ya'ni klassik yo'l degani mana xo'p, mana bu joyga mana birikdi. Xuddi shu rasmni olamiz. Xo'p, mana bu joyga birikdi. Birikkandan keyin nima bo'ladi? Xo'p, bu yerda birinchi komplement oqsili kelib birikadi. Birdan keyin 4 kelib birikadi. Keyin 2, 3, shunaqa 5, 6, 7, 8, 9 ta oqsil ketma-ket bir-birini bog'laydi. Mana shu joyda bitta oqsil ikkiga bo'linib, mana bunaqa yarim sharlarni hosil qiladi. Ayniqsa 3, 4 va 5, asosan 3, 4 va 5. Bundan 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B. Mana shu oqsillar hosil bo'ladi. Va o'sha A guruhlari ajrab chiqib, 3A, C4A, C5A lar ajralib chiqadi va bular anafilotoksinlar hisoblanadi. Ya'ni ular neytrofillarni chaqiradi, hemotaksis qilib, kapillyarlar o'tkazuvchanligini oshiradi va yallig'lanishni demak kuchaytiradi. Mana bu joyda tasvirlangan surat ko'rinishida. Demak mana bu joyga birikdi, qon tomir devoriga mana bu kompleks. Keyin C1 oqsilni biriktiradi. Undan keyin ketma-ket har xil oqsillarni biriktiradi. Aytib o'tgandek, mana C4A, C5A, C3A lar ajraldi. Bular anafilotoksinlar. Qon tomir o'tkazuvchanligini oshiradi mana. Va shish keltirib chiqaradi. Mana bu joyda endoteliyning orasi juda kichkina edi. Mana bu joyda kattalashdi mana. Shu natijasida tomir ichidagi suv chiqib shishga sabab bo'ladi va hemokin hisoblanadi. Bu nima degani? Neytrofillarni o'ziga chaqiradi degan. Neytrofil keladida bu joyni fagositoz qilish kerak edi. Lekin mana unsuccessful phagocytosis deb yozilgan. Ya'ni fagositoz qila olmaydi, chunki uning immunogenligi past bo'lganligi uchun natijada u degranulyatsiya bo'ladi neytrofillar. Degranulyatsiya bo'lgandan keyin, ya'ni parchalanib ichidagi mahsulotlarni chiqaradi degan. Lizosomal fermentlar, reaktiv oksigen species, ya'ni o'sha kislorod radikallari, bundan tashqari proteaza degan fermentni chiqarib, mana shu joyni yallig'lantiradi. Bu qon tomirning o'zida bo'lgani uchun vaskulit bo'ladi. Masalan, glomerulada bo'lsa glomerulonefrit, bo'g'imlarda bo'lsa artrit, shunaqa qilib keltirib chiqaradi. Xo'p, endi mana ikkinchi tip gipersezuvchanlikda complement used in small amounts, ya'ni komplement oqsillari kamroq ishlatilinadi. Uchinchi tip gipersezuvchanlikda mana complement used in large amounts, juda ko'p miqdorda ishlatilinadi. Shuning uchun ham bunda laboratoriya tashxislarida komplement oqsillari kam chiqadi uchinchi tip gipersezuvchanlikka ega kasalliklarda. Xo'p, mana demak, yallig'lanish va to'qima shikastlanishi aytdik. Neytrofillar kelib cho'kkan immun komplekslarni yo'q qilishga urinadi.
Ammo komplekslar to'liq fagositoz qilinmaydi. Keyinchalik neytrofil degranulyatsiyalanadi. Natijada ferment, kislorod radikal va proteazalar chiqaradi. Bu esa atrofdagi to'qimalarning shikastlanishiga va nekrozga olib keladi. Va keyingi jarayon, agar antigen doimiy bo'lsa, surunkali yallanishga olib keladi, doimiy yallanishga. Ko'pincha egzogen antigenlarni yo'qotganimizdan keyin yallig'lanish tugaydi, lekin agar u endogen bo'lib qolsa, masalan, sistemali qizil valchankada doimo bizda DNK bo'ladi, doimo giston bo'ladi, shuning uchun doimo yallig'lanish bo'lib turadi bizda. Xo'p. Endi bu joyda kasalliklar, antigen turi va ularning cho'kib joyini ko'rsatilgan. Masalan, sistemali qizil yugurikda yoki lupus deymiz buni, yadro antigenlari, ya'ni uning ichidagi DNK gistonlar antigen sifatida ishlaydi. O'zimizga antigen sifatida ishlaydi. Uni cho'kish joyi borib qon tomirlar orqali oqib boradi, glomerulaga borib, glomerulonefrit teriga boradi, turli toshmalarni keltirib chiqaradi, bo'g'imlarga borib artritlarni keltirib chiqaradi. Streptokok infeksiyasidan keyingi glomerulonefrit, bu nomidan ma'lum, streptokokning o'zi antigen va buyrakka borib glomerulonefrit keltirib chiqaradi. Yoki zardob kasalligi, buni serum sickness deyiladi. Qonga yot oqsillar tushganda o'sha oqsillarga nisbatan demak antitela ishlab chiqarilib, keyin ular teri, bo'g'im va buyraklarga borib yallig'lanishni keltirib chiqaradi. Antitoksinlar yoki antivenom. Antivenom bu o'sha zaharga qarshi. Masalan, ilon chaqqandan keyin ilonni zahari mana qonda yuribdi. Va unga biz demak antivenom, ya'ni zaharga qarshi zardob beramiz. Va zardob uni neytrallaydi. Deylik, mana bu zardob deylik, to'rtburchak shaklda. Barcha o'sha zaharni neytrallaydi. Va endi mana shu narsani o'zi antigen sifatida ishlaydi bizga. Keyinchalik yana qachonki ilon chaqqanda bizga unga qarshi mana bu antitelalar, ya'ni B hujayralar tayyor bo'ladi. Unga qarshi antitela ishlab chiqaradi va bular kompleks hosil qiladi va bu kompleks keyinchalik o'sha yallig'lanish jarayoniga keltirib chiqaradi. Xo'p. Endi mana bu joyda sistemali qizil valchanka ko'p tilga olindi. Ozgina tushuncha berib o'tamiz. Masalan, o'zi bunga alohida video darsligimiz ham bor. Mana bu link kanalga o'sha konspekt tashlangan. Ushbu linkdan kirib, demak ko'rsalaring bo'ladi yoki shunchaki YouTube'ga qidirsalaring ham chiqadi video darsi. Xo'p, bunda nima bo'ladi? O'zi bizda tolerantlik bor. Mana bu yot tana, unga immunoglobulin ishlab chiqarilib, demak bu non-self reactive, ya'ni o'zimizga reaktiv emas, boshqa antitanalarga nisbatan reaktiv hisoblanadi, antigenga nisbatan. Ya'ni immunitetimiz javob ko'rsatadi. Lekin o'zimizni DNKmiz, nukleoproteinlarimiz, gistonlarimizga qarshi ishlash kerak emas normada. Ya'ni unga qarshi kurashish kerak emas immunitetimiz. Lekin sistemali qizil valchankada immunitetimiz o'zimizni mana bu DNKmiz, gistonlarimiz, nukleoproteinlarimizga qarshi ishlaydi, ya'ni self reactive hisoblanadi, o'zimizga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Va bundan keyin barcha o'sha mana bular bilan kompleks hosil bo'ladi. O'sha komplekslar borib qayerga cho'ksa o'sha joyni yallig'lantirib ketaveradi. Shuning uchun bu kasallik davomli yallig'lanish bilan kechadi, chunki o'zimizda uni antigenlar, endogen o'sha antigen hisoblanadi. Demak, bugun mavzuyimiz asosan shulardan iborat. Keyingi video darsimizda esa 4-tip gipersezuvchanlikni gaplashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.